Hozirda ko'plab mebelchilar 5-6 oylab harakat qilib ham yaxshi natija qila olmayotgan bir paytda oldin umuman esimim yurgizmagan bir mebel brendi uchun men qanday qilib bir haftani ichida 100 dan ortiq potensial mijoz olib kelib berdim, shu haqida gaplashamiz. 100 dan ortiq potensial mijoz deganda kommentariyada plyus yoki narx so'rab yozadigan mijozlar aqlingizga kelmasin. 100 dan ortiq degani bu hammasi o'sha Telegramdan yoki Instagram lichkadan yozganlar va 30 dan ortiq qo'ng'iroqlarni nazarda tutyapman. Bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, birgina telefon yordamida reklamaga umuman pul sarflamasdan qanaqa qilib bunaqa natija qilganimni sizga 7 ta qadamini birma-bir tushuntirib beraman va o'zingiz mustaqil SMM yurgizib mebel brendingizni internetga olib chiqishingiz uchun sizga tayyor yo'l xaritasi chizib beraman. Agar bu videoni keyinroq ko'raman deb olib qo'yadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan yana esingizdan chiqib qoladi. Shuning uchun hozir hamma ishlaringizni bir chekkaga surib qo'yib, bu videoni oxirigacha ko'rib oling. Zo'r mebel ishlab chiqarsang bo'ldi, klientlar o'zi seni topib keladi degan eskicha fikrlar o'tmishda qolib ketganiga ancha bo'ldi. O'zbekistonda buyurtma bo'yicha mebel tayyorlash deganda birinchilardan bo'lib aqlga keladigan brendlardan biri bu albatta Kashtan Premium mebellari. Bu brend asoschisi Abdulaziz aka ham hattoki 80% klientlar Instagram orqali kelishini aytgan. Sizning mijozlaringiz qayerdan ko'proq topishadi? 80% Instagram orqali, okey. Instagramni bilasiz. Nimaga men bu videoda Abdulaziz aka haqida gapiryapman? Yoki siz Abdulaziz akani nimaga taniysiz? Yoki tanimaydigan bo'lsangiz, mana shu ekranda ko'rayotgan insonlaringizdan illoki bittasini ko'rgan bo'lasiz agar mebelchi bo'lsangiz. Siz qayerdan bu insonlarni taniysiz? Chunki ular shunchaki zo'r mebel ishlab chiqarmaydi, shunchaki zo'r mebelchi emas, o'zlarini zo'rligini ko'rsatib ham berishadi. Siz bu yoqda klient yo'q, savdo o'lgan, o'zi ozgina klient kelyapti. Shularga ham agar ozgina qimmat narx aytib qo'yadigan bo'lsam, qochib ketishadi, boridan ham quruq qolaman deb qo'rqib o'tirgan bir vaqtingizda, xuddi siz qilgan ishlar sizdan ko'ra qimmatroqqa, sizdan ko'ra ko'proq klientga internet orqali sotayotgan mebelchilarni atrofingizda ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Siz ham bularni ko'rganingizdan keyin bo'ldi, men ham Instagram yurgizaman, o'zim qilgan ishlarni qo'yib reklama yoqaman, shunda hamma ishim zo'r bo'lib ketadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, katta ehtimol bilan bu fikringiz umuman o'zgarib ketadi. Nima uchun meni eshitishingiz kerak? Men o'zi kimman? Meni ismim Shohjahon, marketolog, tadbirkorman. 2020-yildan buyon asosan marketingni turli xil yo'nalishlarida faoliyat ko'rsatib kelaman. Shu kungacha Turkiya va O'zbekistondagi bir nechta korxonalarning sotuvlarini marketing orqali 3 baravargacha oshirishga yordam berganman. Faoliyatim davomida 2 milliard so'mdan ortiq marketing byudjeti boshqardim. Bundan tashqari, hozir ham Toshkent viloyatida yillik 8 million dollardan ortiq oborot qiladigan Lost Water korxonasida marketing bo'limi boshlig'iman. Mebel sohasidagi tajribalarimga keladigan bo'lsam, 2024-yildan buyon asosan mebelchilar bilan ishlab kelyapman. Shu kungacha ko'plab yirik shu mebel sohasi vakillarini davrasida bo'ldim. Ular bilan ko'p suhbat qildim va bir nechta yirik mebel brendlari bilan ishlash imkoniyatim bo'ldi. Bu mebel brendlari bilan ishlashda nafaqat marketing xizmati berdim, balki ularning sotuv bo'limida, call centerlarida operator lavozimlarida ham ishlab ko'rdim. Mebelchilar bilan ishlash davomida ularning aksariyatida bir xil muammo borligini ko'rdim va mebelograf, mebelchilar maktabi loyihasiga asos soldim. Bu loyihada mebelchilar o'zlari uchun brend yaratish fundamentlarini va Instagram, SMM orqali internetdan mijoz topishni o'rganishadi. Hozirda O'zbekistonning turli viloyatlaridan mebelchilar bu kursimda o'qiyapti. Shu ekranda ko'rgan yirik mebel brendlari o'zlarini xodimlari uchun meni kursimni olib berishgan. Bu mebel brendlari bo'lsa, o'zlarini mavjud Instagram profillarini yana ham rivojlantirish maqsadida ushbu mebelchilar maktabiga yozilishgan. Bundan tashqari, mana shu ko'rib turgan brendlaringiz SMM kursimga yozilishdi va noldan boshlab o'zlari uchun brend yaratib, sotsial medialarini rivojlantirishyapti. Kursimda oxirigacha o'qib, o'rgatilganlarni amaliyotda qo'llagan mebelchilar birinchi sotuvlarini amalga oshirib olishdi. Bugun sotarsizmi to'ttani? Ha. Sotuvlar qalay ketyapti? Sotuvlarga yaxshi zo'r ketyapti aka, beshlarga. Men yana ancha zo'r rasmlar men bu buncha bo'lishini ko'rsatish aka. Instagramdan o'sha soladan video aka. Shohjahon tuzumsiz mazangiz yaxshimi? Charchaman. To'g'risi, bugun to'lagan pulim bitiklik dars edi, ochib ketdi, maza qildim.
A'dan Y'gacha tushuntirilgan. Bizlarga eng yoqqan tarafi shu kuratorlarga 27 ishlashi. Shu bitta problema bo'lsa, sal qilib yashadi. Kerak so'zlari qanaqa qilish yo'llarni hammasini ko'rsatib. Agar sizda hammasi joyida bo'lsa, hamma yoq gul-guliston bo'lsa va shundoq ham internet orqali mijozlar topayotgan bo'lsangiz, bu video sizga umuman to'g'ri kelmaydi. Bu videoni davomini ko'rishdan oldin kutuvlaringizni to'g'rilab oling. Bu yerda sizga universitet, doktorantura darajasidagi bilimlar o'rgatilmaydi. Bu yerda avval umuman SMM yurgizmagan yoki yurgizgan bo'lsa ham natija qila olmagan mebelchilar uchun boshlang'ich darajada fundamental bilimlar o'rgatiladi. Siz buyurtma bo'yicha ishlaysizmi yoki konveyer bo'yicha standart mebel chiqarasizmi yoki umuman ishlab chiqarishga aloqangiz yo'q, tayyor mebelni olib sotadigan tadbirkor bo'lasizmi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizda ham katta ehtimol bilan tanish bilishlarga yoki bozorga bog'lanib qolish muammosi bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarishingizni, komandangizni yoki magazin tochkalaringizni 2 baravar oshirish orqali daromadingizni ham 2 baravar oshirishni xohlaysiz va buning uchun nimalar qilish kerakligini juda ham yaxshi bilasiz. Yaxshi komanda olishim kerak, yaxshi tajribali xodimlar olishim kerak. O'zim yoki xodimlarimga bazasi o'rgatishim kerak, zo'r tochkalardan magazin olishim kerak deysiz, lekin bularning hammasi o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bularning hammasiga pul kerak. Hozirgi holatingizda sezon qaytgan paytda skladingiz mebellarga to'lib ketishi mumkin yoki hozirgi xodim shogirdlaringizga yetarlicha ish topib bera olmasligingiz mumkin. Endi bunaqa bo'lgandan keyin eng ishongan, eng zo'r shogird xodimlaringiz ham o'zingizning raqobatchilaringizga o'tib ketish ehtimoli bor. Chunki ularni ham to'g'ri tushunish kerak, ularning ham tirikchiligi, bola chaqasi, oilasi bor. Agar siz mijoz oqimingizni shakllantirmasdan turib, stanoklar olib ishlab chiqarishingizni kengaytirib oladigan bo'lsangiz, bu narsa sizni botishingizni, bankrot bo'lishingizni tezlashtirib yuborishi mumkin. Bunga oddiy misol, hozirgi dilerlaringiz sizdan ozroq mebel olishni boshlasa yoki boshqa raqobatchilaringiz bilan ishlashni boshlasa, menimcha qo'lingizdan hech narsa kelmay qolishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, siz hozir daromadingizni 2 baravar oshirishingiz uchun sizga yangi stanoklar emas, yangi mijoz oqimlar kerak bo'lishi mumkin. Shuni yaxshilab o'zingiz bir o'tirib o'ylab ko'ring. Bu nima degani? Bitta misol bilan sizga tushuntirib beraman. Masalan, siz tanish bilishlar orqali savdo qiladigan bir mebelchisiz, do'kon egasi bo'lishingiz ham mumkin yoki mebelchi bo'lishingiz ham mumkin. Farqi yo'q, hammasida bir xil ishlaydi. Siz faqat tanish bilishlar orqali ishlayotgan bo'lsangiz, savdoyingizni 2 baravar oshirishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Albatta, tanish bilishlaringizni 2 baravar ko'paytirishingiz kerak. Endi siz agar eskicha usullar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, 1-2 oyda ichida tanish bilishlaringizni 2 baravarga ko'paytirishingiz juda ham qiyin masala, bir fantastika desak ham bo'ladi. Xo'p, unaqa bo'lsa, qanaqa qilib o'zimni mijozlarimni 2 baravar qisqa muddatda oshira olaman deydigan bo'lsangiz, meni maslahatim hozirgi kunda bu videoni olayotgan vaqtimda O'zbekistonda eng zo'r ishlayotgan instrumentlardan biri bu albatta internet. Internet orqali xohlaganingizcha mijoz topsangiz bo'ladi. Xohlagancha mijoz topish degani bu xohlagancha sotuv degani emas. Internetdan mebelga ehtiyoji bor bo'lgan insonlarni xohlaganingizcha topsangiz bo'ladi. Lekin unga sotib sota olmaslik bu o'zingizga qoladigan narsa. Endi mebelga ehtiyoji bor bo'lgan odam sizni mebelingizga qiziqib, o'zi sizga aloqaga chiqadigan bo'lsa, uni ma'lum bir ozgina bo'lsa ham qismiga sotuv qilishingiz kerak. Agar sotuv qila olmasangiz, yo produktingizda problema bor yoki sotishni bilmaysiz. Instagram ochib, video qo'yib, target yoqadigan bo'lsam, shundoq ham klientlar yog'ilib ketadi. Bu juda ham oson masala deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bunaqa fikrlaydigan bo'lsangiz, mebelchilik ham juda oson narsa. Chunki mana shuni yoki orqamda ko'rgan mebelingizni, undan tashqari ko'plab mebellarim men o'zim yasayman. Lekin bu sohada imенно shu korpusnoy mebel sohasida ishlamaganman. Shu bazis dasturi chiqqan, ommalashdi va borgan joyimda usluga olaman. Shu men aytgan narsalarni chizib berishadi va tayyor teshiklarigacha mo'ljallab chiqarib berishadi. Menga uni Lego yiqqanga o'xshab shuni qatirib qo'yish qoladi xolos. Bunaqa qaraydigan bo'lsak, men mebelchilik juda ham oson narsa deyishim mumkinmi? Albatta mumkin. Lekin men bilamanki, mebel yasash oson. Lekin yaxshi mebel yasash qiyin. Xuddi shunga o'xshab reklama orqali klient olib kelish oson, lekin uni to'g'ri qilish hammani ham qo'lidan kelmaydi. Hamma narsada bo'lganidek, bu narsani ham o'ziga yarasha ilmi bor, uni ham o'rganish kerak. Bunga oddiy misol shu kursimda o'qiyotgan bir ukamiz oddiy videoga, oddiy sizni o'ylagandaqa, tasavvuringizdaqa reklama yoqqan va shuni orqasidan $10 evaziga 100 ta potensial mijoz kelgan. Bu 100 ta mijoz degani bir dona mijoz 10 sentdan to'g'ri kelyapti degani. Hammasi qiziqib o'zlari aloqaga chiqishgan.
Lekin buni bitta qarashda chiroyli ko'ringani bilan bizga nima kerak? SMS kerakmi? Yo'q, SMS emas, bizga sotuv kerak. O'sha 100 ta mijozdan birortasi ham sotib olmagan, birortasi ham mebel zakaz qilmagan. Bu muammoni menga aytgandan keyin u ukamizni o'sha ishlarini ko'rdimda, qarang, mana shu joylarda xato qilgansiz. Buni aslida sizga o'rgatganman, quloq solmagansiz. O'shaning uchun mana shu darsligimdagi mana u darslikni qaytadan ko'rib, shu bo'yicha qaytadan reklama yoqing. Shundan keyin sizga ozroq SMS keladi, qimmatroq SMS keladi, lekin sotib olish ehtimoli yuqoriroq bo'lgan mijozlar keladi degan edim. Lekin shu ukamizga malades, nima degan bo'lsam hammasini qildi. Shundan keyin men aytganimni qilishi bilan birinchi zakazini oldi. Aka, shunaqa. Yo, lekin kim o'tgan safar 100 ta SMSdan ko'ra bu safargi SMSlar ko'proq mana shuni qadrli bo'ldi. Ya'ni qanaqa qadrli? Sifatliroq bo'ladi. Chem undan ko'ra mana shunaqa SMSlarni afzal ko'raman. Sizlarga buni aytganimdan keyin ozgina bo'lsa ham tushunadiganlar bo'lsa aqliga shu keladi. Ha, reklama nastroykasidan biror nimani to'g'rilab qo'ygan bo'lsa kerak deyishingiz mumkin. Yo'q, bu yerda faqat reklama nastroykalari haqida gap ketmayapti. Bu yerda boshqa qilinadigan ishlar ham bor. Bu narsani sizga batafsil tushuntirib beraman desam, video ancha uzayib ketadi, chunki bitta shu reklama mavzusini o'ziga 10 ta darslik tayyorlaganman. Siz ham o'zi aslida internet, Instagramlar bunchalik muhimligini bilasiz. Bilganingiz uchun ham o'zingiz mustaqil yoki shogirdlaringiz bilan birgalikda Instagram ochib, uni yurgizib ko'rgansiz, har xil videolar, rasmlar qo'yib ishlab ko'rgansiz, lekin videolar xirab, prosmotrlar kam, natija yo'q, mijoz yo'q. Mijoz kelsa ham sotuv yo'q. Endi natija bo'lmagandan keyin yuboy odam hafsalasi sovib ketadi. Shunaqa hafsalangiz sovib, keyin bu narsani tashlab qo'ygan bo'lishingiz mumkin yoki oldin umuman bu narsani qilib ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Endi qilmaganlarni asosiy problemasi nima? Men gaplashganimda shuni ko'rdimki, qilmaydiganlarni asosiy qo'rquvi va bahonasi men bu narsani tushunmayman. SMM qayoqda-yu, men qayoqda? Men telefonni faqat alo-aloga shu qizilni ko'kni bosib yurgan odam bo'lsam, qanaqa qilib men SMM yurgizaman deb qo'rqishadi va ikkilanishadi. Shuning uchun ham oldin umuman bu narsani sinab ko'rishmagan bo'ladi. Agar bu holatlar sizga ham tanish bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, ancha-muncha fikrlaringiz o'zgaradi. Kelinglar, qanaqa qilib bir haftada bunaqa 100 tadan ortiq potensial mijoz olib berganimiz sizga qadamlarini tushuntirib beraman. Bu orada bu darslikni men ikkinchi marta syomka qilyapman. Birinchisi 41,5 minut chiqqanida, u yerda shu qilingan ishlarni hammasini birma-bir ko'rsatganman. Plus o'sha qaysi mebelchiga nima ishlar qildim, o'sha video roliklarimni va qanaqa SMSlar kelganigacha kerak bo'lsa hammasini isbotlari bilan ko'rsatib bergan edim, lekin ba'zi bir sabablardan u narsalarni endi ko'rsata olmayman. Shuning uchun ikkinchi marta qaytadan suratga olishga majbur bo'ldim. Shuning uchun bu videoda bir haftalik natijani qanday qilganimni hamma ketma-ketligini ochib beraman. Lekin isbotlarini afsuski aytgan sabablarimdan ko'rsatib bera olmay qolishim mumkin. Buning uchun aybga buyurmaysizlar. Videoni montaj qilish vaqtida tushunib yetdimki, agarda men qaysi mebel fabrikasi uchun bunaqa natija qilib berganimni ochiq oydin aytmaydigan bo'lsam, bu xuddi osmondan olingan yolg'on ma'lumotga o'xshab qolar. Shuning uchun xohlovchilarga Instagram profil nomini yozib qoldiryapman. Agarda bu nomdagi profilni topa olmasanglar yoki qandaydir muammo bo'lsa, izohlar qismini o'qing, javobni albatta yozib qo'ygan bo'laman. Xo'p, endi birinchi navbatda sizga o'sha 7 ta qadamni qisqacha izohlab bermoqchiman. Birinchi qadam maqsadlarni aniqlash va kelishuv. Ikkinchisi imkoniyatlarimizni tahlil qilib reja tuzib olish. Uchinchisi syomka, ya'ni videoga olish. To'rtinchisi olingan kontentlarni montaj qilish. Beshinchisi sotsial media akkauntlarni ochib, upakovka qilib sotuvga tayyorlash. Oltinchisi tayyorlangan kontentlarni sotsial medialarga joylab borish. Va 7-qadam buni oxirigacha ko'rsangiz tushunib olasiz, bu sizga syurpriz bo'ladi. Birinchi qadam maqsadlarni aniqlash. Bu yerda siz o'zi nima xohlayapsiz, nima maqsadda Instagramga kirdingiz va nima qilmoqchisiz, bularni bir o'zingiz uchun aniqlab olasiz va o'zingiz bilan o'zingiz kelishib olasiz. Endi ochiq aytish kerak, Instagramga kirishdan maqsad asosan daromadni oshirish bo'ladi. Endi shunchaki qilgan ishimni ko'rsatib bermoqchiman, taniqliligimni oshirmoqchiman deydigan bo'lsam, shunda ozgina ildiziga tushadigan bo'lsak, baribir oxirida moddiy bir manfaat turgan bo'ladi, katta ehtimol bilan. Agar sizda boshqacha bo'lsa, aybga buyurmang, lekin odatda hammaning maqsadi shunaqa bo'ladi. Xo'p, maqsadlarni aniqlab olganingizdan keyin shu qolgan 6 ta qadam qilinadi. Sababi siz oldin qayerga bormoqchiligingizni aniqlab olsangiz, keyingi qiladigan har bitta ishingiz o'sha joyga borishingizga xizmat qilishi kerak. Endi meni holatimda qanaqa bo'lgan? Meni holatimda shu bir tanish tavsiyasi orqali meni topib kelishgan. Ijtimoiy tarmoqlarimizni
yurgizib rivojlantirib bering degan taklif bo'lganda men bu narsani o'ylab ham o'tirmasdan rozi bo'lmaganman. Sababi o'zimni xususiy tadbirkorligim bor. Kichikroq bo'lsa ham, agar sizlarga beradigan fokusimni ozginasini o'zimni ishimga beradigan bo'lsam, ancha ko'proq daromad qilaman. Shuning uchun kechirasiz, men fokusimni bo'lib u ishni qilib bera olmayman deb unamaganman. Shundan keyin o'ylab qarasam, men birorta bir mebelchini yoki birorta bir biznesni noldan boshlab natijaga olib chiqmagan ekanman, o'zimnikidan tashqari. Qilib beraman dedim, lekin uzoq muddatli kelishuv qila olmaymiz. Qisqa muddatda sizga boshlang'ich ishlarni qilib beraman dedim. Uni boshlab berganimdan keyin hamma akkauntlaringizni ochib, kontentlarni boshlang'ich qo'yib bergandan keyin davomini o'zingiz olib ketaverasiz dedim. Hamma narsani shu darsliklarimda ko'rsatilgan metodika bo'yicha qilaman. Hammasini bitta telefonda qilaman. Kompyuter umuman ishlatmayman dedim. Chunki men sizga bu ishni qilib berishdan maqsadim sizga SMM xizmati berish emas. Meni asl maqsadim bu metodikam, darsliklarim ishlashini boshqalarga ko'rsatib bermoqchiman. Noldan boshlab qanaqa natija qilganimiz haqida keyin video tayyorlayman. O'zingizlar ham gapirib berasizlar degan edim. Shundan keyin hammasiga rozi bo'lishdi. Ikkinchi qadam imkoniyatlarni aniqlash va reja tuzish qadami. Bu qadamda o'zi sizda qanaqa imkoniyatlar bor? Masalan, sizda shu bo'lishi ham mumkin. Ya'ni hech qanaqa stanok, magazin yo'q, bitta o'zingiz tashqaridan usluga olib mebel qilayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Bu ham bir imkoniyat endi umuman olib qaraganda. Yoki sizda kichikroq bir sexingiz bo'lishi mumkin. Yo magaziningiz, bilmayman. Xullas, hamma imkoniyatlaringizni yozib chiqasiz. Nimalar bor o'zi menda deysiz. Videoga gapira olmaymanmi yoki gapirsa bo'ladigan odam bormi? Qaysidir mijozimga hozir video olaman desam, xo'p deydimi? Mijozli uydan video ola olmaymanmi? Meni mijozlarim o'zi kim? Meni kuchli tomonim nima? Boshqalardan ajralib turadigan tomonim nima? Kuchli tomon deganda hamma mebelchidan ajralib turadigan bitta nuqtangizni topish qiyin. Chunki xuddi sizga o'xshagan boshqa mebelchilar illoki topilib qolishi mumkin. Lekin imkon qadar ozroq mebelchida bo'lgan o'zingizni kuchli tomoningizni bilib olishingiz kerak. Masalan, sizda dizaynlaringiz chiroylidir, balki narxingiz arzon, balki sifatingiz juda yaxshi bo'lishi mumkin. Endi shunga o'xshab aniqlashtirib olasiz, sizning kuchli tomoningiz nimaligini, mijozlaringiz o'zi kim, shularni ham aniqlashtirib olasiz. Hamma imkoniyatlaringizni aniqlashtirgandan keyin o'sha imkoniyatlardan kelib chiqib bo'ldi, men mana shu ishlarni qilsam bo'ladi degan bir reja tuzib olishingiz kerak. Endi meni kesimda nima bo'ldi? Men ham xuddi shunaqa hamma o'sha mebelchini hamma joylariga borib, mebellarini, o'sha joylarini ko'rib, nimalar qilishimiz mumkinligini bir aqlimda xaritasini chiqarib olganman. Undan tashqari o'sha mebelchi bilan gaplashib, mijozlari o'zi kim, kuchli tomoni nima, mebellarini o'sha sifati qanaqa, nima afzalliklari bor, shunaqa narsalarni ko'p suhbat qilib o'rganib olganman. Shundan keyin men aytdim, aka, men qattiq tayyorlanib reja bilan kelaman va hamma syomkani bir kunda qilib yuboraman dedim. Shuning uchun sizlar ham o'sha bir kun vaqt ajratib, men aytgan hamma sharoitni qilib berishinglar kerak dedim. Shundan keyin syomka qilish kunini belgilab kelishuv qilib oldik. 3-qadam syomka qilish. Ko'pchilik, bitta siz emas, ko'pchilik syomka qilish jarayoniga juda ham ko'p e'tibor beraveradi va eng muhim narsa deb o'ylaydi. Lekin men boshqacha fikrlayman. Men syomkagacha bo'lgan jarayonni juda ham muhim deb hisoblayman. Chunki syomka kuni nimalar qilishingizni to'chini zo'r qilib rejalashtirib oladigan bo'lsangiz va o'sha kerakli narsalarni o'zingizga tayyorlab oladigan bo'lsangiz, syomka qilish unchalik qiyin bo'lmaydi. Shuning uchun ham reja tuzishni men juda ham muhim deb hisoblayman va o'zimning SMM kursimda ham faqat shu rejalashtirishni o'ziga adashmasam 10 tadan ortiq darslik qo'yganman. Shuning uchun sizga maslahatim, siz syomka qilib kontent tayyorlamoqchi bo'lsangiz, har kuni sexga borib, bolalarga aytib, "Kelinglar, yig'ishtiringlar, bugun kontent olamiz" deb har kuni ularni ovora qilaversangiz, endi boshida qiziqishda energiyangiz bo'ladi, balki 1 oy qilarsiz, lekin tosh yorilsa 2 oy chidab berasiz. Undan keyin har kuni syomka qilish bitta siz emas, atrofingizdagilarni ham meddasiga tegishni boshlaydi. Shuning uchun rejani puxta qilib 1 oylik kontentingizni 1 kunda kerak bo'lsa syomka qilib olishingiz kerak. Bo'lmasa siz yo mebel qilishingizni bilmay qolasiz, yo bo'lmasa SMM qilishingizni bilmay qolasiz. Umringizni ko'p vaqti shu kontent chiqarishga ovora bo'lib qolishingiz mumkin. Fabrika rahbari o'zi aslida faqat professional rollar xohlagan edi. Lekin men aytdim, biz 4 xil formatda sinab ko'ramiz dedi. Qaysi biri yaxshiroq natija berishini bilmaymiz. O'shalarni sinaymiz, shunga qarab keyin o'zingiz xohlaganingizcha davom ettiraverasiz. Endi bunaqa 4 xil formatda olamiz deganimni ikkita sababi bor edi. Bulardan birinchisi bu albatta bizga ko'proq kontent kerak.
Lekin hozir ikkita model bor xolosda, ikkita mebel bor xolos. Bu ikkita mebellar agar har xil format ishlatilmasa, ikki dona videorolik tayyor bo'ladi xolos. Ko'p mebelchilar ham aynan shu joyda xato qilishadi. Shu kursimda o'qiyotgan mebelchilardan ham ko'p eshitaman. Tezroq amaliyot qilib menga videoroliklar tashab bering deyman, lekin har xil bahonalar bilan o'zi unaqa chiroyli ishlar o'rnatmayapmiz yoki kam ish qilyapmiz yoki modellarim unaqa ko'p emas, shuning uchun ko'p kontent ololmayapman deyishadi. Lekin men shunaqa bo'lsa ham, o'sha bir dona mebelingiz bo'lsa ham, shu darslik uchun, amaliyot uchun men darsda ko'rsatgan narsalarimni, formatlarimni foydalanib tashab bering menga deyman. Shu videoni oxirigacha ko'rsiz, batafsil tushuntiraman. O'sha ikki dona modeldan men ham 20 ta kontent chiqarganman. Siz ham o'sha qo'lingizda bitta bo'ladimi, 5 ta bo'ladimi, eplab ulardan ko'pgina kontentlar chiqarsangiz bo'ladi. Nimaga 4 xil formatda tayyorlamoqchi bo'lganimni tushuntirdim. Endi har bitta formatni sizga qisqacha tushuntirmoqchiman. Birinchi format nomi bu Aesthetic B-roll formati. Bu formatni mana ekranda ko'ryapsizlar. Og'zaki gapirmasdan turib mebelni qanchalik komfortliligini, qanchalik sifatliligini va dizayni qanaqa chiroyliligini og'zaki gapirmasdan, bitta ham so'z ishlatmasdan qarshi tarafga mijozlarga his qildirib berishga harakat qilaman men. Ko'p mebelchilarni ko'raman, to'g'ri, hamma o'zini qilgan ishini, o'zini tayyorlagan mebelini zo'r deb hisoblaydi. Lekin menimcha ba'zida ozgina oshirib yorishadi. Oddiy misol, premium degan so'z juda ham oddiy bo'lib qolgan biz uchun. Osonlikcha ishlatib yorishadi bu narsani. Endi meni mebelim premium deganingiz bilan sizga premium klient kelib qolmaydi yoki mebelingiz premium bo'lib qolmaydi. U rostdan premiumligingizni boshqacha yo'llar bilan tushuntirish kerak deb o'ylayman men. Bitta reklama ko'rdim, u yerda O'zbekistondagi eng sifatli mebel deb reklama bergan. Eng zo'r, eng sifatli mebel deb reklama berilgan. Endi men qiziqdim, necha pul ekan narxi deb shuni so'rasam, $1000 sotilyapti. Endi tortishsiz menimcha undan arzonroqqa ham bersa kerak. Shundan keyin hayron qoldim. Endi qarang, men mebeldan tushunmaydigan balki johildirman, shuning uchun bilmasdan bir fikr bildirmay, balki rostdan bu narsaning imkoniyati bordir. Rostdan O'zbekistondagi eng zo'ridir. Reklamani bergan kishilarga buni noto'g'ri qilgansiz deb ayta olmayman. Men bunaqa reklama bermagan bo'lardim. Meni bu mebel sohasiga kirib kelishimga sababchi bo'lgan insonlardan biri bu Ahmadiy aka bo'ladi. Ahmadiy aka shu Andijonda IMAX mebel fabrikasini rahbarlaridan biri. O'zbekistonda mana mebelchilar bilan ishlayotgan bo'lsam bilyapman. Bitta mebelchi ikkinchi mebelchini orqasidan bu rostdan yaxshi ish qiladi, sifatli ish qiladi deb aytishi, rostdan uni tan olishi juda ham qiyin masala, buni bilasizlar. Lekin men shu Andijondagi yirik mebelchilar bilan ko'p gaplashganman. Haqiqatda Ahmadiy akani va IMAX mebelni sifatli mebel chiqaradi deb tan olishadi. Endi qanchalik sifatli bo'lishi mumkin desangiz, Turkiyada bir mebel fabrikasi bor ekan va o'zlarini aytishi bo'yicha 54 tacha davlatga eksport qilishar ekan. Shunaqa yirik fabrika ekan. Shuni Ahmadiy aka olib keltirib, bir nechta komplektini o'zini ustalariga shu narsani yig'diribdi. Shuni yig'ib, o'zingizlarning kamchiliklarni o'rganinglar, yangiliklar o'rganinglar deb shu narsani olib kelgan ekan. Lekin menga aytayapti, uka yig'dirib hayron qoldim deyapti. Chunki meni mebellarim ularnikini oldida ancha yaxshi, ancha sifatli ekan. Bularni sizga nima qizig'i bor? Nimaga aytib beryapman? Chunki men bu IMAX mebel bilan ancha oldin ishlaganman-da. O'sha ishlayotgan vaqtimizda sifati shunaqa zo'r bo'lsa ham, biror marta eng sifatli mebel deb reklama tayyorlamaganmiz. Va biz IMAX mebel bilan ishlayotgan vaqtimizda shunaqa og'zimizni to'ldirib katta va'dalar bermasdan turib ham yangi rekordlar qo'yganmiz, ya'ni katta-katta sotuvlar qilganmiz. Endi bu bilan hamyonbop mebel chiqaradiganlar reklama qilish kerak emas demoqchi emasman. Chunki har bitta mahsulotni o'ziga yarasha mijozi bo'ladi. Meni aytmoqchi bo'lgan narsam prosta reklama qilayotganingizda ozgina e'tiborli bo'ling demoqchiman xolos. Xo'p, endi mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, shunaqa estetik B-roll formatlarida men gapirmasdan turib mebelni sifatini yetkazib berishga, his qildirishga harakat qilaman. Ko'pincha klientlar bilan gaplashayotgan vaqtingizda ularni rosa qizdirasiz, rosa gapirasizda, tayyorlaysiz. Shu ozgina uchqun bo'lib qolsa, shu gugurt chaqib olsa, shunda yonib ketadigan, kelishuv bo'ladigan holati bo'ladi-yu. Shunaqa holatlarda ham masalan shunaqa rollarni shunda tashib beradigan bo'lsangiz, bu savdongizni ancha tezlashtirib berishi mumkin. Masalan, shu ko'rayotgan videoyingizni ham men Ahmadiy akaga tayyorlab
bergan edim. Ahmed akani aytishi bo'yicha Toshkentda bir yirik bir loyiha bilan переговор ketayotgan ekan, gaplashayotgan ekan. Lekin bir turli bir qo'l tashlab bo'ldi, davay qilamiz degan narsa qilisha olmayotgan ekanda. Shunaqa joyda uka shu tayyorlagan roligingizni bitta tashlab berdim. Bo'ldi aka, sizlar bu ishni bilasizlar ekan, o'zingizlar qilib beringlar deb o'sha dogovorim yurishib ketdi deb aytdi. To'g'risi eshitib men ham juda ham xursand bo'ldim. Endi navbat ikkinchi formatga. Ikkinchi formatning nomi bu POV formati. POV formatida siz telefonni yoki kamerani orqasidan turib mebellaringizni obzor qilib ko'rsatib tushuntirib berasiz. Buni estetik biroldan farqi nima desangiz, bu POV formatida ko'rayotgan odamlar, ya'ni roligingizni ko'rayotgan odamlar xuddi bir izlovchidek emas, haqiqatda o'sha joydadek his qiladi va tabiiylik bo'ladi. O'sha narsani siz qo'lingizdan shunday ushlab silab ko'rsatib bersangiz, bu narsa tabiiy va ishonchliroq chiqadi. Va men tajribalarimda ko'ryapmanki, ko'pincha bunaqa qiynalib tayyorlagan professional roligingizdan ko'ra shunaqa POV formatida olgan roliklaringiz ham yaxshiroq effekt beryapti. Endi buni ko'rganingizda sizga eng osoni shudek tuyulishi mumkin. Haqiqatda ham oson. Lekin shu eng oxirgi model telefoningiz bo'lsa ham shuni hozir chiqarib, o'zingiz bir sinab ko'radigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizga o'xshamaydi, o'ziga yoqmaydi. Yo ovozingiz, yo gapingiz noto'g'ri bo'ladi, yo bo'lmasa mebelni yaxshi ko'rsatib bera olmaysiz. Chunki hamma narsada bo'lganidek bu narsani ham o'ziga yarasha ilmi bor. Uchinchi formatimizning nomi bu one shot formati. Bu formatda uzmasdan kadr olinadi, video olinadi. Bunaqa format ko'pincha endi mebel sohasidan gapiradigan bo'lsam, bir polniy uyni boshidan oxirigacha ko'rsatib bermoqchi bo'lsangiz, juda ham chiroyli, yaxshi effekt beradi. Masalan, shu ekranda ko'rayotgan video roligingizni shu vodiydagi yetakchi mebel brendlaridan biri bo'lgan Asmebel brendi asoschisi Asadulla aka bilan birgalikda SMM kursim uchun tayyorlaganman. Bu rolik 100% telefonda tayyorlangan. Qanday syomka qildik, qanday montaj qildik, hammasini tushuntirib beraman desam, dars cho'zilib ketadi. Xohlovchilarga bu haqida SMM kursimda batafsil darsliklar tayyorlaganman. Men Asadulla akaning yoniga borib, aka, men mebelchilarga SMM kurs tayyorlayapman. Shu kursimga qiziqish bildirganlarning orasida imенно sizga o'xshab buyurtma asosida mebel qiladiganlar juda ham ko'p. Shuning uchun keling birgalikda darslik tayyorlaylik deb iltimos qilgan edim. Asadulla aka ozgina o'ylandida, agar darslik chiqaradigan bo'lsak, bu narsa menga ertaga konkurent ko'payishiga sabab bo'ladi. Lekin mayli, sohamiz rivojlanishi uchun o'z hissamni qo'shadigan bo'lsam, xursand bo'laman deb hech qanaqa moddiy manfaatlar kutmasdan rozi bo'ldi. Shundan keyin aka bilan birgalikda juda ham zo'r darsliklar tayyorladik. O'sha patkulch topshirgan bir uyi bor ekan, o'sha joydan YouTube uchun reklama roliklari yoki ular har xil formatlarda video roliklarni birgalikda tayyorlab qanday qilish kerakligini darsliklarini tayyorlaganmiz. Va nihoyat 4-formatga yetib keldik. Bu formatning nomi karusel post formati. Bilmaganlar uchun karusel post formatida bir nechta video yoki rasmlarni bitta qilib joylanadi. Shunga biz karusel post deymiz. Karusel post formatini qolganlardan farqi nima deydigan bo'lsangiz, baribir ko'pchiligimiz rasm ko'rishga o'rganganmizda, reels video ko'rayotganimizda haligi mebelni qaysidir qismi 2-3 sekundda o'tib ketib qoladi, ulgurmaymiz. Lekin rasm 10-15 ta rasm bo'lsa, o'tkazib o'zimiz qiziqqan joyini to'xtatib, bunday yaqinlashtirib, uzoqlashtirib, yaqindan o'sha mebelni yaxshiroq ko'rishimiz osonroq bo'ladi. O'zi aslida video formatlari 4 ta bo'lmaydi, ancha ko'p video formatlari bor. Lekin bu videoni tayyorlashimdan maqsad o'zim amaliyotda qilganim va natija berganini sizlarga tushuntiraman dedim-ku. O'sha bir haftada natijaga chiqish uchun men aynan shu 4 ta formatni ishlatdim, qolganlarini ishlatganim yo'q. 4-qadam montaj qilish jarayoni. Bu montaj jarayonida shu yuqorida sanab o'tgan 4 ta formatda olgan kadrlarimdan, kontentlarimdan montajlar qilib, postlar tayyorlaganman har xil. Jami 21 ta kontent tayyorladim. Hamma kontentlarni tayyor qilib montaj qilib olganimdan keyin 5-qadam boshlanadi. Bu 5-qadamda biz sotsial medialarni upakovka qilib sotuvga tayyorlab olamiz. Nimaga men sotsial media ochish, ularni upakovka qilishni eng oxiriga qo'yapman? Sababi siz upakovka qilishingiz uchun sotsial mediani sizga nima kerak? Rasm, video, umuman olganda kontent kerak, to'g'rimi? Shuning uchun birinchi o'rinda kontentlarni syomka qilib tayyorlab oldim. Shundan keyin o'sha tayyorlagan kontentlarim asosida sotsial medialarini upakovka qilib oldim.
Upakovka qildim deganda biz o'sha Telegram, Instagram, Facebook, YouTube kanallarini, profillarini, nastroykalarini to'g'rilab, o'sha rasmlar bilan bezab, o'sha kontentlarni joylashga tayyor holatga olib kelib olishimiz kerak bo'ladi. Shundan keyin 6-qadam boshlanadi. Bu 6-qadamda o'sha bizni profillarimiz tayyor, kontentlarimiz tayyor. Endi ularni profillariga sekin-asta joylashni boshlashimiz kerak. Bu yerda siz ozgina g'alati bo'lishingiz mumkin, chunki odatda boshqalar nima qiladi? Bitta video oladi, bitta kontent tayyorlaydi va shuni Instagramga qo'yadi. Keyin ertasi kuni yoki bir haftadan keyin yana xuddi shunaqa harakat qiladida, bitta qo'yib boradi. Lekin biz hozir nima qilyapmiz? Hamma narsani reja bo'yicha ketganimiz uchun 20 ta kontent tayyorlab oldik va buni avtomatik sekin-asta qo'yishni boshlayapmiz. Xullas, men ham postlarni joylashni boshladim. O'sha 19 ta kontentni bir hafta davomida 3 mahal ertalab, obedda va kechqurun chiqadigan qilib avtomatlashtirib qo'ydim. Postlar bir chekkadan qo'yilishni boshladi. Boshida umuman natija bo'lmadi. Ya'ni 100 ta, 200 ta klassik prosmotrlar bo'ldi, lekin men mana shuncha xavotir olganim yo'q, chunki meni bir rejam bor edi o'xshamay qoladigan bo'lsa. Lekin 4-kun oxirlariga kelib bizda bitta video roligimiz yaxshi effekt berishni boshladi. Shuni orqasidan qolgan video roliklar ham sekin-asta yaxshi natijaga chiqishni boshladi. Shunaqa bo'lib, birinchi postni joylaganimdan keyin oradan 7 kun o'tib, orqaga bir qaraganimizda, Instagram profilimizda 400 taga yaqin obunachi tabiiy yo'l bilan kelgan edi va 100 dan ortiq murojaatlar, potensial mijozlar o'zlari bizga murojaat qilishgan edi. Boshlanishida hamma kommentariyalarga va lichkalarga o'zim javob berib chiqdim va bular o'zi haqiqatda ehtiyoji bor odamlarmi buni aniqlash uchun 2 ta 3 tasi bilan chuqur batafsil gaplashib ham ko'rdim. Uchalasi ham haqiqatda mebelingiz menga yoqdi, olaman deyishdi. Men sizga bunchalik harakat qilib bilan tushuntiryapman, lekin sizni aqlingizda shu o'tayotgan bo'lishi mumkin. Ha, bu o'tirgan Shohjahon professional ekan, o'sha mebelchini ham mebeli chiroyli ekan yoki qanaqadir yaxshi sharoitlar, imkoniyatlar bo'lgan, shuning uchun bunaqa yaxshi natija bo'lgan deb o'ylashingiz mumkin. Endi bahona qidiradigan bo'lsangiz, любой narsaga, любой joyda bahona topa olasiz. Oddiy misol, bu insonni mebeli chiroyli yoki Shohjahon professional degan bir bahonangizga men javob beradigan bo'lsam, masalan, shu mebelchini bitta mebeli bor edi-da, o'sha bir dona mebelidan men 8 xil kontent tayyorladim. Tushunyapsizmi? 8 xil bir dona mebeldan. Endi sizni shubhalaringiz to'g'ri bo'lsa, shu 8 ta tayyorlagan kontentimni hammasi yaxshi natija berishi kerak-da. Chunki hammasida bir xil model va hammasini men tayyorlaganman. Lekin nima bo'ldi deb o'ylaysiz? O'sha 8 ta kontentdan bir donasi faqatgina yaxshi natija berdi. Agar men u yerga shu 19 ta emas, 18 ta video qo'yib, bir dona shuni joylamaganimda, katta ehtimol bilan unaqa natija bo'lmasligi mumkin edi. Shuning uchun nima qilish kerak? Ko'p sinov qilish kerak, lekin sinov qilish deganda ham bitta xatoni qayta qilavermaysiz-da. U narsani ozgina ilmini o'rganib, har xil yondoshib ko'rishingiz kerak. Va oxirgi 7-qadam sizga aytgan B planim shu edi, ya'ni reklama yoqish edi. Agar qo'ygan 19 ta kontentimdan birortasi yaxshi natija bermaganida, shu reklama orqali albatta natija qilardik. Lekin reklamasiz ham tabiiy yo'l bilan yaxshi natija bo'lganini hisobiga biz reklama yoqmadik. Shundan keyin birinchi post qo'yishni boshlaganimizdan oradan 7 kun o'tib, kelishuvdagi ishlarni 3 baravar ortig'i bilan bajarib, shu profilni o'zini egalariga topshirdim. Endi bu 7 ta qadamni ko'rganingizdan keyin sizda haqli o'laroq bir savol tug'ilishi mumkin. Men SMMchimanmi yoki mebelchimanmi? Nima keragi bor menga bu narsalarni? Uni o'rniga tashqaridan shunaqa SMM xizmati sotib olganim yaxshi emasmi deb aytishingiz mumkin. Juda o'rinli savol. Lekin men O'zbekistondagi mebelchilarni Instagram profillarini kuzatayotganimda shuni ko'rdimki, o'zlarini shaxsiy blogini yurgizadigan mebelchilar tashqaridan SMM xizmat olganlardan ko'ra o'zlarini ishini yaxshiroq yoritib berishyapti. Shuning uchun meni ham maslahatim sizga albatta bu narsani o'rganib qo'yishingiz kerak deb o'ylayman. Lekin illoki tashqaridan xizmat olaman desiz ham bu narsa sizga xalal bermaydi. Ulardan ham xizmat olaverasiz yoki o'zingiz ham bu yoqdan ayni vaqtda ishlatib ketaverasiz. Bu qisqa videoda 7 ta qadamni qo'limdan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Agar xohlasangiz, mebelchilar uchun maxsus mo'ljallangan SMM kursimda
shunga o'xshagan yana 100 ga yaqin video darsliklar bor. Shu kungacha 30 ga yaqin mebelchilarda bu kursimdagi metodikalarni sinab ko'rdim va xuddi shunaqa oldin umuman SMM yurgizmagan mebelchi uchun shu kursimdagi metodikalar asosida bir haftada qanaqa qilib natija qilib berganimni ham bu videoda tushuntirdim. Bu kursimdagi narsalarni amaliyotda qo'llagan o'quvchilarda ham natija bo'ldi, menda ham yaxshi natija bo'ldi. Ko'p mebelchilar bilan gaplashganimda shu gapni ko'p eshitaman. Men telefonni aloga ishlataman xolos. Qizil bilan ko'kni bosishni bilaman xolos. Men qayoqda-yu, SMM qayoqda. Buni o'rgana olmasam kerak, epla olamanmikin deb juda ham qo'rqishadi. Lekin bunaqa xavotir olishingiz kerak yo'q. Chunki bu kursimda ham men bu oliy darajadagi programmist, dasturchilar uchun darsliklar tayyorlamaganman. Xuddi sizdaqa hech narsani bilmaydigan insonlar uchun eng boshidan boshlab har bitta qadamlarni imkon qadar soddalashtirib tushuntirganman. Bu videoda hamma narsani sizga ayta olmadim. Bunga vaqt yetmasdi, lekin bu SMM kursimda sun'iy intellekt yordamida ishingizni 10 baravargacha tezlashtirsangiz bo'ladi. Logotip tayyorlash, boshlang'ich darajadagi shu Instagram profillaringizni noldan boshlab ochib, uni nastroyka qilish yoki kameraga gapirishga qo'rqadiganlar uchun ham zo'r taktikalar berilgan. Xullas, siz internetdan, Instagramdan mijoz topishingiz uchun kerak bo'ladigan hamma narsani qo'yishga maksimum harakat qilganman. Lekin albatta darslar murakkablashib ketmasligi uchun imkon qadar fundamental bilimlarni o'rgatishga harakat qilganman. Oddiy misol video montaj darslarida ham sizga soatlab o'tirib har xil effektlarni emas, o'sha sizni boshlang'ich darajada ishingizni yurgizishingiz uchun yetarli darajada montaj ishlarini ko'rsatganman. Bundan tashqari sizga masalan mobilografiya kursiga boradigan bo'lsangiz, mashinalarni videoga olib, ularni montaj qilish darsi menimcha sizga qiziq bo'lmasa kerak. Men hamma darsliklarni faqat mebel uchun ixtisoslashtirganman. Rasm, video olish, reklama yoqish yoki reklama roliklar tayyorlash hammasi faqat mebelchilar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bundan tashqari kursimizda o'qib eng zo'r natijani qilgan ukamiz ham xuddi shunaqa qo'rquvlar bilan boshlagan edi. U ukamiz bilan yuzma-yuz ko'rishganmiz ham, kelganda ovozlari qalin, barmoqlari katta-katta, qalin-qalin, haqiqiy shu mehnatning ichida katta bo'lgan jaydari bir yigit edi va aka, men epla olaymanmikin? Xuddi shu gapda aytgan, qizil bilan ko'kni bosishni bilaman xolos aka, epla olaymanmikin degan edi, lekin juda qattiq harakat qildi, haqqini berish kerak. Shu kursimda o'qiyotganlar orasida eng zo'r natijani xuddi shu yigit qildi. Bu yigit bunaqa natija qilganini ko'rib, men ham sizga bemalol ayta olaman. Harakat qiladigan bo'lsangiz, qizilni bosishni bilasizmi, bilmaysizmi, buni umuman ahamiyati yo'q. Harakat qilsangiz bo'ldi, Xudo xohlasa siz ham natijaga chiqasiz. Agar siz bu SMM kursimga yozilmoqchi bo'lsangiz, sizga zo'r va oxirgi imkoniyat bo'lishi mumkin. Chunki bu safargi kursimga hozir men yana 50 ta mebelchini qabul qilaman. Shundan keyin bu kurs umuman yopiladi. Nimaga 50 ta mebelchi qabul qilmoqchiman? Chunki men bu mebelchilar bilan birga-bir ishlayman, ya'ni savol-javob yoki o'sha video vizovlar orqali gaplashamiz. Endi bunaqa bo'lgandan keyin agar o'quvchilar, mebelchilar ko'payib ketadigan bo'lsa, men fizikiy ulgurmay qolaman. Shuning uchun ham bu birga-bir formatga faqatgina 50 ta mebelchini qabul qilaman xolos. Shundan keyin bu kurs umuman yopiladi va qaytib ochilmaydi. Ya'ni hozir bu 50 ta odamni qabul qilib olib, ularni chiqargandan keyin yana qayta ochiladi deb o'ylasangiz adashasiz. Bu kurs shundan keyin yopiladi. Agar bu kursimda o'qib, o'rgatilganlarni amaliyotda qo'llab, internetdan mijoz topa olmaydigan bo'lsangiz, sizni bergan pulingiz 100% qaytarib beriladi. Buni garantiyasini beraman. Shuning uchun ham pulini beradigan lyuboy mebelchini bu kursimga qabul qila olmayman. Faqatgina haqiqatdan harakat qilaman, shu ishni o'rganaman, o'zim SMM yurgizaman degan mebelchilarnigina bu kursimga qabul qilaman. Shu paytgacha O'zbekistonda faqat mebelchilarga ixtisoslashgan SMM kursi menimcha bo'lmagan, biror marta ko'rmadim. Bu sizga birinchi va oxirgi imkoniyat bo'lishi mumkin. Chunki boshqa universal kurslarda, men ko'rgan SMM kurslarida har doim sizga kompyuter kerak bo'ladi. Lekin siz hunarmand insonsiz, sizga kompyuterda ortiqcha murakkab ishlar kerak emas. Sizga hamma ishni telefoningizda hal qilishingiz kerak. Shuning uchun meni kursim sizga birga-bir to'g'ri keladi. Hamma narsa telefonda qilinadi. Hech qanaqa kompyuter kerak bo'lmaydi. Siz hozir bu videoni ko'rib, keyinroq o'qiyman deb turgan vaqtingizda oxirgi joyni sizni raqobatchingiz ilib ketayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun maslahatim, vaqt yo'qotmang, hoziroq shu videoni pastidagi matnlarni o'qing va formani to'ldirib, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni qoldirsangiz, sizga aloqaga chiqamiz.